Salom. Bu videoda mana bu Monster kamera Canon Cinema 400 bilan tanishib chiqamiz. Sotib olganimga bor yo'g'i 3 oy bo'ldi. Va shu vaqt ichida bu apparat o'zini qanaqa ko'rsatgani, proyektlarimda nima o'zgarishlar va natijalar berganini ko'rsatib chiqaman. Let it bounce. Ko'rib turganingizdek, bu vajohatli kamera asosan video productionda ishlatish uchun mo'ljallangan. Ya'ni o'rtacha yoki yirik proyektlarning syomkasi, reklama, serial, klip va kino muhitida ishlatish uchun chiqarilgan. Video production yo'nalishi uchun chiqarilgan bo'lsa ham, aynan shu model o'zgacha xarakteristikalarga ega va bularni birma-bir hozir sanab chiqamiz. Kameraning tashqi ko'rinishiga kelsak, kameraning formasi kvadrat va bu modulli. Ya'ni xuddi Arri yoki Red komodiga o'xshab kamerani turli komplektatsiyada ishlatish mumkin. Tepasiga, pastiga, chetiga qo'shimcha texnika taqishga bemalol sharoit bor. Kameraning o'ng tomonida alohida yechib taqiladigan rukoyatkasi bor. Bunda R knopkasi hamda 3 ta o'yish xarakteristika bera oladigan knopkalar o'rnatilgan. Buni monitori ham syomli. Uni o'rnatishga korobkasidan alohida ruchka chiqadi. Statik kadr yoki slayderda ishlatganda asosan shunaqa holatda ishlataman. Mana shu ko'rib turgan holatingizda. Ekranni xohlasangiz yechib, Magic Armga ulash mumkin yoki stabilizatorga taqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Gorizontal qo'yasizmi, vertikal qo'yasizmi, vash farqi yo'q. Ekranning o'zi sensorli. Qo'shimcha asosiy knopkalari bor va mirror knopkasi ekranni teskari qo'ysangiz, displeyi orientatsiyasini o'zgartirib bera oladi. Endi kameraning asosiy xarakteristikasiga kelsak, kamera 6K full frame matrisaga ega. Bu degani bu 6000 ga 4000 formatda yozadi videoni. 6K format juda ham yuqori detalizatsiyani beradi. Chunki shirokiyroq kadr olayotgan bo'lsangiz ham, masalan 24 mm da yoki 35 mm da uzoqdan olayotgan bo'lsangiz ham, o'sha odam har bitta detallari, движениялari, emotsiyalarini ko'rish mumkin. Даже zoom qilsangiz ham 2 baravar, 3 baravar zoom qilsangiz ham sifat buzilmaydi. Chunki biz odatda Full HD yoki maksimum 4K da ko'ramiz. Yaqinlashtirganimizda как раз shu formatga to'g'ri keladi. Glubina tsveta kamerada 12 bit. Bu degani taxminan 64 milliardta ranglarni yozib oladi. Обработка uchun bu kayf degani. Chunki siz odatda 8 bit yo 10 bitli kamera bilan ishlagan bo'lsangiz, 12 bit bu umuman boshqa daraja. 12 bit bilan biz ranglar bilan ancha aniqroq, cho'tkiroq va sifatliroq ishla olamiz. Da? Kinoshniy обработка bo'ladimi, atmosferniy nimadir qilibsizmi, reklamniy обработка bo'ladimi? Farqi yo'q. Zonalarni tanlashda, ekspozitsiyalar bilan o'ynashda, ranglar bilan o'ynashda sifatni buzmagan holda biz mo'ljallangan kreativ darajaga yetkaza olamiz kadrni. 12 bitli ranglarda kamera RAW formatda yozadi. RAW format agar xabaringlar bo'lmasa yoki kamerada RAW formatdan foydalanmagan bo'lsanglar, bu DaVinci'da kameraning nastroykasini o'zgartirishga va sifatni yo'qotmasdan o'zingizga kerak bo'lgan ISOni, temperaturani yokida color space'ni tanlasanglar bo'ladi. Ya'ni Rec 709 da yoki HLG'da yoki Log'da olgan bo'lsangiz ham, keyin DaVinci'da buni o'zgartirib olasiz. Xuddi shunaqa qilib, ISOni ham xuddi shunaqa qilib, temperaturani ham va bu umuman sifatni yo'qotmagan holda. Bu kamera qanaqa ko'rsa kadrni xuddi shunaqa holda yozib oladi va siz o'sha kameraning nastroykasini DaVinci'da belgilashingiz mumkin degani. Lekin juda ham razmeri katta bo'lib ketadi faylda. Masalan, bu yerda 3 xil RAW yozish imkoniyati bor. RAW high quality, RAW standard va RAW light. Agar RAW high quality da yozsangiz, bu примерно 2 GB sekundiga degani, standartda 1.5 GB sekundiga degani va lightda 500-600 MB sekundiga degani. Bitta syomkanglar bir kun mana syomka o'tkazsanglar, deylik, reklamniy material oldinglar deylik, taxminan 300 GB dan 600 GB gacha material chiqadi. Va bu narsani yozish uchun sizlarga обязательно kerak bo'ladi CF Express karta. Bu ideali 1 terabaytli. Men o'zimga ham 1 terabaytli 3 GB sekundiga yozadigan CF Express karta olganman. 12 bitdan tashqari formatlar ham bor. Endi ularni ko'p ishlatmaysiz-ku, lekin 10 bit yoki 8 bitda oddiy MOV formatda yoki MP4 formatda HEVC kodek yoki HFAVC kodek bilan yozishingiz mumkin. Bu endi podkastlar, intervyular yoki uzoqroq bo'ladigan syomkalar, lekin unaqa jam muhim emas, jam unaqa super sifat shart emas bo'lgan holatlarda
bu formatlarda yozsangiz bo'ladi. Lekin endi bu kamerani ishlatganga yarasha RAW formatda yozib, RAW formatda sifatni, уровеньni ushlaganimiz yaxshiroq, to'g'rimi? Buni ko'rinishdan kelib chiqib, ko'rinishdan boshlab, buni sifati va уровеньiga mazza qilib yubordim. Kamerani o'zini ko'rinishi a, katta bo'lsa ham, vesi og'ir bo'lsa ham, buni Ronin RS3 ga Pro versiyasiga bemalol taqib ishlatib yuramiz. Roninni o'zi buni ko'tara olyapti. Kino obyektiv bilan, biz mana shunaqa obyektiv bilan taqamiz buni Roninga. Shu va shunga o'xshagan kategoriyadagi og'ir obyektivlarni taqamiz va unga еще focus puller taqamiz. Va focus puller bilan birga ishlatamiz. Shunda ham Ronin ko'taryapti. Da qo'lga og'ir bo'lib ketadi bu narsa. Поэтому men unaqacha постоянный bunaqa ishlab yurishga rekomendatsiya qilmagan bo'lardim, lekin RS3 Pro buni bemalol ko'taryapti. To'g'ri balansirovka, to'g'ri nastroyka va bemalol ishlayverasiz. Roninga taqayotganda mana bu ruchkalar yechiladi, ekran yechiladi, bu yoqdagi rukoyatkasi yechiladi va modulni o'zini taqasiz odatda. Va keyin u narsa sborka qilinadi o'zingizga kerakli holatda. Ya'ni men ekranni odatda Roninni chetiga taqaman va kamerani o'zini teskari taqaman, batareykasi bir-biriga xalaqit qilmasligi uchun, chunki kameraning tepasida ham rezbalar bor. Teskari taqib qo'yib, ekranni o'zim kerakli holda Roninni chetiga o'rnatib, sinov bilan ulab ishlab yuraman. Kameraning bayonoti RF va RF linzalar bilan maksimal imkoniyatlar ochiladi. Lekin bu degani faqat RF linzalar bilan ishlaydi degani emas. Men o'zim praktik RF linza ishlatmadim. Bu kamera bilan ishlatdim asosan EF bayonet bilan va PL bayonet bilan. Ya'ni bu degani endi men asosan kino linza ishlataman va kino linzalar masalan Canon seriya bo'ladimi yoki Arri Ultra Prime'mi yoki anamorfotniy linzalarmi, ularni PL mount orqali, ya'ni PL dan RF ga o'tkazadigan переходник orqali qo'yib ishlatdim. Va ayniqsa anamorfotniy linzada juda zo'r kartinkalar chiqardim. Juda kinoshniy, o'sha bizaga yoqadigan vertikalniy blur, bliklar va hokazo. Lekin reklamniy kartinka uchun men Canon o'zini optikasini yoki Arri Ultra Prime linzalarini ishlatib ko'rdim va sifati yetarli, menga juda ham qoniqarli darajada chiqarib berdi. Va bu kadrlarni o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Agar zamedniy syomkaga qiziqayotgan bo'lsangiz, 4K da 120 FPS ola oladi va bu praktiski full frame da oladi. Ya'ni kadrni unchalik kesmasdan zamedniy syomkada oladi. Bilsanglar, Blackmagic'da ham va boshqa kino kameralarda ham juda ham ko'p kesiladi kadr agar siz zamedniy syomka qilaman desangiz. Bunda esa bir nechta opsiya bor. Masalan, eng maksimum 4K 120 bo'lsa, bu 10 bitda oladi. 4K 120 ni agar RAW da 12 bitda olaman desangiz, bu 60 FPS gacha oladi. Bu degani 2 barobardan sal ko'proq sekinlashtira olaman degan. Lekin sizlarga bitta foydali lifehack. DaVinci'da Retime and Scaling degan instrument bor instruktorda. Masalan, 120 FPS olgan bo'lsangiz, uni 10 barobargacha cho'zsangiz bo'ladi va bu DaVinci nima qiladi? O'sha yetmayotgan FPS ni o'zi chizib beradi. Va natijada siz 120 FPS narsani 1000 FPS qilib ko'ra olasiz. Va bu ishlatsa bo'ladigan material. Bu marketing uchun yoki reklama uchun qanaqadir ishlatilayotgan aldamchi fishka emas. Bu har qayerda ishlatsa bo'ladigan instrument va bunaqa instrumentdan foydalanib bir nechta proyektlarni topshirdim. Meni eng shokka tushirgan funksiyalardan biri bu native ISO ni 3 taligi. 800, 3200 va 12800. 800 bu odatiy holat uchun yorug'lik polniy bor yoki ko'chada quyoshli paytda ishlayotganingizda 800 ISO bilan ishlatasiz. Sal kechroq, mana bunaqa qorong'uroq obstanovkaga уже 3200 ISO dan foydalansangiz bo'ladi, lekin umuman svet bo'lmagan holda agar biz ko'chada ishlayotgan bo'lsak va ko'chani maksimal yarkiy ko'rsatmoqchi bo'lsak, 12800 ISO qo'yish mumkin va buni qo'yib ko'rdik. Shum bor, lekin chidasa bo'ladigan darajada, ko'rsa bo'ladigan, foydalansa bo'ladigan darajada. Masalan, 3200 da umuman shum ko'rmasangiz, yaqinlashtirib, zoom in qilib o'tirmasdan prosta kadr ko'rsangiz, shum ko'rinmaydi. Lekin 12800 da shum bo'lmay уже ko'rinishni boshlaydi. Shunga qaramay kadrni shumini udalik qilib ishlatsa bo'ladigan darajada.
ishlatsa bo'ladigan sifatda. Lekin agar sizlarga yorug'lik ortiqchalik qilayotgan bo'lsa, ND filtr kamerani o'zini ichida o'rnatilgan. Ya'ni mana shunday knopkalar orqali biz ND filtrni yoqsak bo'ladi. 10 ta etapi bor, 10 ta stupenkasi bor ND filtrni. Ya'ni siz ekspozitsiyasini ancha tushira olasiz. Masalan, quyoshli havoda ishlayotgan bo'lsangiz, bemalol nastroykalarni o'zgartirmagan holda NDni tushiraverasiz. Mabodo ND nimaligini bilmasangiz, bu солнечный очкиga o'xshaydi. Prosta qoraytirib beradi kadrlarni, ekspozitsiyasini tushirib beradi. Natijada siz o'zingiz xohlagan shutter bilan, o'zingiz xohlagan выдержка bilan va o'zingiz xohlagan diafragma bilan kadrni olishingiz mumkin. Odatda nima bo'ladi endi, chala kinokameralar bilan ishlayotgan bo'lsanglar yoki ND filtri yo'q bo'lgan kinokamera bilan ishlayotgan bo'lsanglar, birinchi variant bu nastroykani o'zgartirish, ya'ni diafragmani tushirib yuborish, ya'ni 5, 6, 8 diafragma qo'yib qo'yish yoki shutterni naborot 200, 500, 1000 qilib tashlash yokida alohida rama taqib unga ND filtrni tashqaridan o'rnatishda. No, obyektiv almashtirganingizda pastda bu narsa odamni jig'iga tegadi. Kamerani o'zida bu narsani borligi ishni ancha yengillashtirib beradi. Ishoninglar, ishlatib yurgan odamman, unaqa ham qilib ko'rganman va kamerani o'zida borligi это super. Zvukka keladigan bo'lsak, bu yerda bir nechta port bor. Oddiy mikrofon uchun port va professionalniy mikrofon uchun XLR ikkita porti bor. Primoy mikrofonni kameraga ulab yozish mumkin. Endi обычно звукорежиссёrlar yozadi mikrofonga alohida mana bunaqa bum shtativ o'chib olib, lekin kerak bo'lgan paytda kamerani o'ziga, masalan, podkast yozayotganda, intervyu yozayotganda yoki kamerani o'ziga professionalniy zvuk yozaman degan paytingizda shu yerda o'ziga ulab bosib yuborsangiz bo'ladi. Agar kameraga transmitter ulaydigan bo'lsangiz, bu yerda тоже bir nechta opsiya bor. Birinchidan o'zi ekranga chiqaraman desangiz, bu yerda oddiy HDMI bor, katta HDMI, qo'shimcha bor, ikkita SDI outputlar bor. Lekin meni yoqtiradigan variantim bu 3-variant va u Raven-i. Raven-i Ronin'ni combo variantida keladigan alohida transmitter va u narsa oddiy o'zini batareykasi bilan ishlaydigan Wi-Fi orqali любой device-ga uzatadigan apparat. Men o'shandan ishlashni yaxshi ko'raman. Uni ham oddiy HDMI ga taqib olib ishlataman. Kamerani o'zini distansionniy boshqarishingiz ham mumkin. Telefoningizga ulab qo'yib, buning uchun специальный Canon XF protokol degan rejimi bor. Bu yerdan Wi-Fi yoqasiz, точка доступni yoqasiz, telefoningizdan ulanasiz va har bitta funksiyasini telefoningizdan boshqarishingiz mumkin va kartinkani ham ko'rib tura olasiz. Umuman olganda, nimaga men o'zi kamerani sotib olaman, arendaga olmayman? Bundan oldin ham sotib olib ishlatganman kamerani, bundan oldin ham boshlaganimda ham kamerani sotib olib ishlatganman. Men endi arendaga ko'nikkan odam emasman. Nimaga arenda menga yoqmaydi? Ishlatganman, arendada olganman, har xil kamera ret olganman, arendadan Blackmagic olganman va hokazo. Menga yoqmaydigan tomoni, arendadan kamera olib chiqayotganingizda u har kimning qo'lidan o'tgan kamera va kimdir qanaqadir nastroyka qilib qo'ygan bo'lishi mumkin va syomka paytida u narsani tushunmagan bo'lishingiz mumkin, nastroykasi boshqa turganini yokida qaysidir jihatlari уже eskirib qolgan, iznos bo'lgan bo'lishi mumkin va menga aynan yoqmaydigan tomoni mana shu iznos bo'lgan kameralarni ishlatish va o'zimning shtatimda turgan kamera menga erkinlik beradi. Katta proyektda ham, kichkina proyektda ham, qimmat proyektda ham, arzon proyektda ham yuqori sifatli materiallar chiqarib bera olaman va menga eng muhimi shu. Lekin bundan tashqari men kamerani arendasiga pul ketkazmayman. Men byudjetimni уже svetga ishlata olaman, qo'shimcha оборудованиеga ishlata olaman, linzalarga ishlata olaman va hokazo. Agar men yaxshi bilsam, qo'limdagi kamerani yaxshi tushunsam, kuchli tomonlarini zo'r bilib olsam, hatto qanaqa ishlatishni yaxshi bilsam, men u kamerani sifatini eng maksimal darajada ishlata olaman. Agar men bu narsani yaxshi bilmasam kamerada, proyektda ham уже qanaqadir недочетlar, qanaqadir qaysidir momentlarda muammolar chiqib kelishi mumkin va hokazo. Shunga men yoqtiraman va maslahat beraman kamerani shtatda o'zingizlarning qo'lingizda shaxsiy kameranglar bo'lishini. Bu C-Tourist bo'lishi mumkin, boshqa kamera bo'lishi mumkin. Endi o'zingizlar sharoitingizdan kelib chiqib ishlaysizlar baribir. Lekin maslahatim o'zingizlarning qo'lingizda shaxsiy kameranglar bo'lishi va asosan shu kameradan foydalanishinglar. Xo'p, kameraning pitaniyasi BP-A60N batareykasi orqali bo'lyapti va bu taxminan 3-4 soat syomkaligiga yetadi. Agar pitaniyaga primo ulayman desanglar, mana bu yerda отдельный разъёmi bor va bu batareykadan yana bitta etib qo'ysanglar, ideali bir kunga yetadi o'zi. Batareyka juda ham beton va ikkita shunaqa batareyka bemalol syomkani o'tkazishga yetib ortadi. Bu kameraning yana bitta plusi, syomkaga mana shu vajohat savlat bilan borsanglar, normalniy уважение beradi. Va klientinglarni ko'rganda, серьезный odamliginglarni juda ham yaxshi tushunadi.
Canon Cinema 400 va shunga o'xshagan modellarni sizlar O'zbekistondagi Canon'ni rasmiy dilerdan Phototrade'dan olishingiz mumkin. Va bu reklama emas, bu meni shaxsiy rekomendatsiyam. Men o'zim Phototrade'dan ko'p narsani zakaz qilganman. Nimaga yaxshi? Birinchidan ular rasmiy partnyor va hamma garantiyalarni bera oladi va garantiyasiga turib bera oladi. Eng muhimi, da. Masalan, 1 yil ichida kamerangizga nimadir bo'ldi, 2 yil ichida kamerangizga nimadir bo'ldi, borsangiz liba to'g'irlab berishadi, liba almashtirib berishadi, liba hal qilib berishadi xullas muammoni. Agar nimadir bo'lib qolsa. Endi menda bunaqa narsa bo'lmadi, no bunaqa bo'lgan taqdirda ular o'zini mahsulotiga, o'zi olib kelib bergan narsasiga javob bera oladi.